Diqqat! Prezident ukasining dafn marosimi o'tkazildi. Assalomu alaykum. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Joriy yilning 14-aprel kuni Manas shahrida Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmanbek Bakiyevning ukasi Ahmad Bakiyevni dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqida Turmush xabar berdi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, janoza namozi Manas shahridagi xonadonda o'qilgan. Ahmad Bakiyev esa Bakiyevlar oilasining ona qishlog'i Teyit qishlog'ida dafn etilgan. Marosimda marhumning qarindoshlari, oila a'zolari va qishloqdoshlari, shuningdek, Ahmad Bakiyevning o'g'li Arslan Bakiyev hamda Jusubbek Bakiyevning o'g'li Sanjar Bakiyev ishtirok etgan. Eslatib o'tamiz, Ahmad Bakiyev joriy yilning 13-aprel kuni 66 yoshida vafot etdi. Yaqinlarining xabariga ko'ra, o'limga yurak kasalligi sabab bo'lgan. U umrining so'nggi yillarida Andijon viloyatidagi Xonobod shahrida yashab kelgan. Ahmad Bakiyev sobiq prezident Qurmanbek Bakiyevning tug'ishgan ukasi. Akasi prezidentlik qilgan davrda u Jaloloboddagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan. Otasining sharafiga nomlangan Sali Ata MCJga rahbarlik qilgan. 2010-yilda hokimiyat almashganidan so'ng Qirg'izistonda Ahmad Bakiyevga nisbatan bir nechta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2011-yilning avgustida Jalolobod shahar sudi Ahmad Bakiyevni jazoni kuchaytirilgan tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud qaroriga ko'ra, Ahmad Bakiyev Jinoyat kodeksining 166-moddasi 4-qismi 2-bandi, 229-moddasi 1-qismi 234-moddasi 2-qismi 2-bandi, 241-moddasi 1 va 4-qismlari bo'yicha aybdor deb topilgan. 2012-yil 4-yanvarda Ahmad Bakiyev axloq tuzatish koloniyasidan Bishkekda joylashgan 35-sonli manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Jazoni ijro etish davlat xizmati tushuntirilishicha, mahkum tayinlangan jazoning 1/3 qismini o'taganidan so'ng, agar tartibni buzmagan va axloq tuzatish koloniyasi rejimiga rioya qilgan bo'lsa, manzil koloniyasiga o'tkazilish uchun qonuniy asoslarga ega bo'ladi. 2012-yilning martida jazoni ijro etish davlat xizmati Ahmad Bakiyev 3-mart kuni 35-sonli manzil koloniyasidan qochib ketgani haqida xabar bergan. O'shanda Bakiyev 24-yanvarda 6-sonli shifoxonaga yotqizilgani haqida ma'lumot bergan. U yerda u 2012-yil 6-fevralgacha davolangan. Shundan so'ng davolanish kursini davom ettirish uchun Bishkekdagi xususiy tibbiyot markazlaridan biriga o'tkazilgan. Bakiyev davolanishi vaqtida 35-sonli muassasa xodimlari uni har kuni tekshirib turgan va bu tekshiruvlar jurnaldagi qaydlar bilan tasdiqlangan. Biroq 2012-yil 3-mart kuni mahkum Bakiyev tekshirilganda u joyida yo'qligi aniqlangan deyilgan xabarda.